Voy adasi, baraka toping. Hamma ishimni bitirdingiz, gilamlarni ham solib oldingiz. Sen-ku uyga hamma narsani olib olding. Men ishxonangga bitta eshik qo'yib olganim yo'q. Voy eshik deysizmi? Shoshmang, uyimizga qo'ydirgan eshiklarimiz bor, ham arzon ham tez qo'yib berishadi. Dastavkalari ham bor. Yaxshi eslatdi. O'sha yerdan olsaymikin-a? To'g'ri aytsan. Qani yur birga borib kelamiz. Bo'ldi, xo'p. Aka, uy remonti bilan bo'lib hech esim kelmabdi. Keliningiz eslatib qoldi. Bir oy oldin eshik xarid qilgandim. O'zi odatda ayollarda yashaydi, ko'pchilik maslahat qilmaydi ayollar, lekin uyda ayollar yashaydi. Aslo biz ko'chada yuramiz, ayollar tanlagani ma'qul-da bizga. Endi bizga aka ofisga qilib berasiz. O'zi oldingi ishlarimiz yoqdimi sizga sifatlari? Juda ham yoqdi aka. Ofisga bo'lsa, mana shu ishlarni taklif qilamiz sizga. Endi tanlov o'zingizga bog'liq. Hozir kunda 750 ming sotilayotgan kunda 550 ming qilib qo'ydi. 550 mingga ruchka 3 ta petli oldi adnalishkalar, ruchka zamoklar kiryapti aka. Ustanovka dastlabki xizmatlari ham bor, ular отдельный pulli bo'ladi. Bizga ma'qul keldi, bo'lmasa ikkita eshik qilib berasiz. Yana kimga zamon eshiklari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, sonlar cheklanmagan, kelganda tugab qoladigan holatlar bo'lmaydi. Qo'yilgan narxda xalqqa ham, tadbirkorlarga ham beramiz. Sonlar cheklanmagan, kunini ham hammasini yozib qo'yaverasiz. Bemalol video syomkalarni ko'rsatinglar, xalqqa beramiz. yana lakatsan tushuntirib o'tib ketamiz. Shopoyizdan kelaverishda evizni orqasi bo'ladi, nazariy mostdan aytayotgan chap qo'lli bo'ladi eviz. Shundan masjid to'g'risi bo'ladi. Nazariy mostdan 2 kilometr, shopoyizdan 3 kilometr o'rtasida joylashgan. Yana bizning nomimizdan kelishsa, Bexijolat kelishtirib qo'yib beramiz. skitkani bombasi bo'ladi. Kelaverasizlar. Kutib qolamiz hammanglarni.